videoning 3-qismi ham tayyor. Voqealar rivojini tushunish uchun avvalgi qismlarni ko'rmaganlar bo'lsa, havola kommentariyada va opisaniyada. Fursatdan foydalanib kirib kelgan Ramazon oyi bilan barchangizni samimiy tabriklayman. Tutgan ro'zalaringiz va duolaringiz qabul bo'lsin. Eslatib o'taman, ushbu animedagi super kuchlar va sehr inson xayoli, haqiqiy kuch va yordam faqatgina Allohdan keladi. Biz bu videoni yaxshi kayfiyat va charchoqni chiqarish uchun tomosha qilamiz. Qora Kleverning 4-qismini kutayotganlar bo'lsa, ushbu videoga 3,5 mingta layk yig'amiz. Shunda men Qora Kleverning davomini qanchalik kutayotganligingizni bilib olardim. Hozir Yuno tushunib yetdiki, bu Mars deganlari oddiy odam emas, haqiqiy maxluq. Uning sehri shunaqangi dahshatliki, Yuno bunaqasini umrida ko'rmagan. Mimoza bir chetda o'zini remont qilish bilan ovora. Klaus esa holdan toygan, lekin Klausning ko'zi Marsning peshonasidagi yaltiroq toshlarga tushdi. Eshitishcha, olmos qirolligi bolalarni sun'iy ravishda kuchaytirib, ularni xuddi universal soldatga aylantirar ekan. Tasavvur qilinga, bechora bolalarga sehrli toshlarni implant qilib, faqat bittang tirik qolasan deb bir-biri bilan o'limgacha urishtirar ekan. Bu xuddi ochlik o'yinlarining real hayotdagi varianti-ku. Dahshat. Demak, Mars o'sha qonli qirg'indan tirik chiqqan yagona Terminator. Klaus buni tushunib, ich-ichidan yonib ketdi. Axir u aslzoda elita oltin tong a'zosidan bo'lib, sherigini himoya qila olmadi. Ustiga ustak oddiy qishloqi Yuno uning joniga oro kiryapti. Bu uning aslzodalik g'ururiga qattiq tegdi-da. Alamidan Marsga qarata po'lat nayzasini otgandi. Marsning kristaldan yasalgan dublyori uni shartda to'sib qoldi. Keyin o'sha qo'g'irchoq Klausga tashlandi. U zo'rg'a himoya devorini qurib ulgurdi. Marsning kristal qilichi xuddi avtopilotda uchgandek uning orqasidan qolmayapti. Qochib qutulib bo'lmaydi-ku. Agar Yuno o'z vaqtida shamol qalqonni ishlatganda, hozir uni xuddi tarvuzdek shartda ikkiga bo'lib tashlardi. U jon jahdi bilan qarshi hujumga o'tdi, lekin foydasi yo'q. Marsning zirhi xuddi tankdek, hech narsa o'tmayapti. Mars esa to'xtash niyatida emas, qilichini tinmay o'ynatyapti. Ahvol juda og'ir, vaziyat kritik. Shu payt Yunoning ko'z oldiga bolaligi keldi. Esladi, Asta bilan mashq qilganda, Asta 1000 marta yiqilsa ham, burni qonasa ham baribir taslim bo'lmayman deb o'rnidan turib ketaverardi. Yuno o'ziga, men ham Astadek bo'lishim kerak, yutqazishga haqqim yo'q deb tishini tishiga qo'ydi. Eslasangiz, bolaligida Asta har safar Yunoga tashlanganda, Yuno uni shamol bilan uf deb uchirib yuborardi. Asta esa yuzini yerga ishqalab tuproq yeb tushardi. Bechora tuproq ta'mini yodlab olgandida, Yuno bo'ldi qil, foydasi yo'q desa ham, Asta baribir to'xtamasdi. Mana endi Marsning qarshisida turib, Yuno o'sha qaysarlikning ma'nosini tushundi. Mars, urinma, baribir o'lasan deb sovuqqonlik qilsa ham, Yuno xuddi Astadek, yo'q, o'lsam ham taslim bo'lmayman deb turib oldi. Marsning esa falsafa so'qishga vaqti yo'q. U ulkan kristal qilichni Yunoning basharasiga tushirdi. Klaus va Mimoza qo'rquvdan qotib qolishdi. Tamom, Yuno ketdi deb turgandek, gumburlagan ovoz bilan Asta qayerdandir paydo bo'lib, o'zining zanglagan lekin dahshatli qilichi bilan Marsning kristalni sindirib tashladi. Chirs, qo'yil maqom qutqaruv, nima deysiz? Asta Marsga qarab baqirdi. "Hoy, bu mening raqibim. Uni faqat men kaltaklashim mumkin. Sen aralashma", deb egalik qildi. Endigina qarzindan qutulgandimi? Yana senga qarz bo'lib qoldimmi? deb nolib qo'ydi. Asta esa tutab ketdi. "Men seni quvib yetaman deb terlab pishib kelsam, sen esa bu yerda kimdandir kaltakib yotibsanmi? Uyat emasmi?" deb Yunoni urishib ketdi. Yuno ham bo'sh kelmadi. "Nima deyapsan? O'zi yutayotgandim, sen kelib butun shovni buzding. Spotlightni o'g'irlading", dedi. Ikkalasi xuddi bozordagi xotinlardek tortishib ketishdi. Dushman Mars esa bir chetda, "Men nima qilib turibman o'zi? Meni mensishmayaptimi?" degandek angrayib qoldi. Vaziyatni qarang. Oxiri kelishib olishdi. "Bo'pti, kim birinchi bo'lib bu yaltiroq bolani yiqitsa, o'sha zo'r", deb musobaqa boshlandi. Klaus ko'zoynagini to'g'rilab shokda. Nahotki oltin tong eplay olmagan bu ishni bu qishloqqa qora buqa eplasa, aqlga sig'maydi deb o'zini yo'qotib qo'ydi. U og'zi ochilib turganda, Marsning kristal qo'g'irchog'i hozir ko'rsataman senga deb unga tashlandi. Agar Luk vaqtida kelib qutqarmaganda, Klaus allaqachon nargi dunyoga bilet olgan bo'lardi. Klaus darrov tanidi. Bu o'sha imtihondagi jinni Luk-ku. Quturgan Luk laqabli psix. Klausning g'ururi yer bilan bitta bo'ldi. Yana qora buqa meni qutqardimi? Sharmandalik. Yer yorilmadi, men kirmadim deb ich-ichidan ezildi. Nargi tomonda Mimoza Noelini yaralanganini ko'rib yuragi ezilib ketdi. Noelli opam haq ekan. Men rostdan ham qo'limdan ish kelmaydigan lapashangman deb o'zini koyi boshladi. Noelli esa mag'rur, "Topding aqlli qiz, lekin qo'rqma. Seni o'zim himoya qilaman, chunki men qirollik qonidanman", deb suv sehrini tayyorladi. Mars esa, "Bu yigit umuman qo'rqmas ekan-a, hamma unga tashlanyapti. U esa pinagini ham buzmayapti. Bu dunyoda faqat kuchlilar yashaydi. Kuchsizlar esa o'lish kerak", deb o'zining shafqatsiz qonunini aytdi va yerdan kristal askarlarni chiqarib, u Astalarni shunchaki oyoq ostidagi chumoli deb o'ylayapti. Bechora. Asta qilichini mahkam ushlab, Marsning orqasiga o'tib oldi. "Qani kuching yetsa meni to'xtatib ko'r", deb zarba berdi.
tashladi. Mars chaqqonlik bilan qochib, o'zining bahaybat kristal qilichini Astaning boshiga tushirdi, lekin Asta uni xuddi gugurt cho'pidek qars etib sindirib tashladi. Mars shokda. U Astaning oyoqlarini kristal bilan bo'ylab qo'ydi, lekin Asta bu tuzoqdan ham chiqib, Marsni gumburlatib shiftga urib yubordi. Tepadan tushayotgan toshlarni beysbol to'pidek Marsga qaratib tepdi. Mars jahl bilan kristal tirnoqlarini chiqarib, Astaga tashlandi, lekin Asta o'zining zanglagan anti-magic qilichi bilan uni shunaqangi urdiki, Mars shaloq-shuluq etib suvga tushib ketdi. Buni ko'rgan hamma og'zini yopishni unutib qo'yishdi. Dahshat. Luk bechora, men ham Mars bilan o'ynagim kelyapti, deb xafa, lekin majburan anavi kristal qo'g'irchoqlari bilan ovora bo'lib qoldi. Klaus esa ko'z o'ynagini artib, qayta taqib ko'ryapti. Nahotki oddiy sehrsiz bola shunday kuchli dushmanni yengayotgan bo'lsa, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi, deb bosh qotgan. Noelli unga qarab, nima g'uldiryapsiz? Bu Astaning maxsus kuchi, sehrni yo'qotish, deb tushuntirdi. Klaus baribir, yo'q, bu shunchaki omad yoki qandaydir hiyla, deb tan olgisi kelmayapti. Noelli esa, yaxshilab qarang janob To'rtko'z, dedi. Shu payt Marsning kitobi yalt-yalt etib yonib, yangi sahifasi ochildi. Suv tagidan o'tkir kristal otilib chiqib, Astaga qarab uchdi, lekin Asta ularni xuddi karam to'g'ragandek shart-shart kesib tashladi. Qoyilmisiz? Lekin Asta kutmagandi. Kesilgan kristal ichidan yana boshqasi chiqib, uni gurs etib urib yubordi. Mars suvdan xuddi transformerdek bahaybat kristal zirh kiyib chiqdi va jahl bilan, "Sen kimsan o'zi? Yarador holingda menga qarshi chiqyapsan?" deb o'shqirdi. Asta mag'rur, "Men sehrsiz tug'ilganman, lekin baribir sehrgarlar quroli bo'laman", deb baqirdi. Klaus buni eshitib, yana mensimay kulmoqchi edi, lekin Astaning yirtilgan kiyimidan ko'rinib turgan kachok muskullarini ko'rib, tili aylanmay qoldi. Bu bola qancha zalga chiqqan o'zi? Mushaklari toshku, deb hayratda qoldi. Marsning esa miyasi g'alati bo'lib qoldi. Ko'z oldiga eski do'sti kelib, "Katta bo'lsang kim bo'lasan?" deb so'ragani esiga tushib ketdi. Mars sovuqqonlik bilan, "Men yashashimdan maqsad hammani yo'q qilish", dedi. Bu Astaning falsafasiga umuman to'g'ri kelmaydi-da. Asta, "Bekor aytyapsan, sehrgarlar qiroli hammani himoya qiladigan odam. Men senga o'xshaganlarga yutqazmayman", deb turib oldi. Mars, "Yo'qol ko'zimdan mayda tosh", deb uni ezib tashlamoqchi bo'ldi. Asta esa, "Bore", deb qilichini ko'tardi-yu, "Men olmosni ham, kristalni ham sindiraman", deb Marsga tashlandi. Bir urushda o'sha dahshatli zirhni chil-parchin qilib tashladi. Buni ko'rgan hamma, ayniqsa Yuno, angrayib qotib qoldi. "Ana senga mayda tosh". Astaning bolalik o'sha o'tli nigoh umuman o'zgarmabdi. O'shanda u Yunoga yetib olgandi. Hozir esa Marsdek dahshatli dushmanni yer tishlatdi. Klaus darrov vaziyatdan foydalanib, o'z sehri bilan Marsni mahkam bog'lab, kuchini muhrlab tashladi. U o'ziga juda ishonardi. Bu yarador holida qochib qutula olmaydi. Ustiga ustak kitobini ham olib qo'ydik. Endi u zararsiz. Asta esa Klausga qarab, "Buncha asabiylashasiz, mana bu giyohdan iching, tinchlanasiz", deb g'alati bir narsani uzatdi. Albatta Klaus ham, Yuno ham burnini jiyirib, "Yo'qolay, o'zing ich", deb rad etishdi. Yo'q bularda. Mimoza ham sog'omonligidan xursand bo'lib ketdi. Noelli esa xavotir bilan, "Tuzukmisan o'zi?" deb so'radi. Mimoza jilmayib, "Rahmatsiz himoya qilganingiz uchun tuzalib ketdim", dedi. Noelli buni eshitib ichida xursand, lekin sirtida muz malikasi rolini o'ynab, "Sen juda lapashangsan-da, shunga yordam berdim", deb qo'ydi. Keyin Noelli Astaga qarab qizarib ketdi. "Hoy, ustingga bir narsa kiyib olsang-chi, yarim yalang'och turishga uyalmaysanmi?" deb baqirdi. Asta esa angrayib, "Nima bo'lyapti? Boshqalar indamayapti-ku", deb tushunmaydi. Unga umuman qizig'i yo'q. U faqat yirtilgan qora buqa plashiga achinib, "Formam rasvo bo'ldi-ya", deb qayg'uryapti. Luk uni tinchlantirib, "Siqilma, Vanessa opamiz tikib beradi, yangidek bo'ladi". Klaus esa hali ham shokda. Nahotki bizni shu bezori qora buqalar qutqardi, deb ishonmayapti. Lekin baribir burnini ko'tarib, "Baribir biz birinchi keldik, demak biz yutdik, lekin mayli sizlarga ruxsat. Xazinaga birinchi kiringlar", deb saxiylik qildi. Asta buni kutmagandi. "Rahmat senga To'rtko'z", deb yubordi. Klaus tutab ketdi. "Meni To'rtko'z dema", deb. Lekin vaqt ziq indamay qo'ya qoldi. Asta esa ataylab qilgandek To'rtko'z deb asabiga tegdi. Oxiri Asta, "Bo'ldi, men boshlayman, ketdik", deb hammadan oldin yugurib ketdi. Klaus bechora portlay dedi-ya, lekin muammo shundaki, bu temir eshikni qanday ochishni hech kim bilmaydi. Asta darrov Klausga yopishdi. "Hoy, ko'zoynak taqasan-ku, demak kallang kompyuter bo'lish kerak. Bir nima o'ylab top axir", deb. Luk esa kelib eshikni skaner qildi va "Bu toza sehrdan qilingan, Asta qilichingni ishga sol", deb maslahat berdi. Klaus burnini jiyirib, "Bu qadimiy eshik, uni ochish imkonsiz", deb turgandi. Asta shart qilib uchburchak teshik ochib tashladi. Ichkaridan esa xazina deganlari mana bunaqa bo'ladi. Oltinlar, boyliklar nur sochilib yotibdi. Asta xuddi yosh boladek, "Urra!" deb ichkariga kirdi. Noelli, "To'xta, tuzoq bo'lishi mumkin", deb baqirsa ham Astaning qulog'iga gap kirmaydi. Oltinlar tog'dek uyulgan qimmatbaho matolar. Klaus esa darrov politsiya rejimini yoqdi. "Qo'lingni tekkizma, bu davlat mulki. Teginsang qamoqda chiriysan", deb vahima qildi. Asta unga, "Bore To'rtko'z, kayf
kayfiyatni buzma, deb yana g'ijillashib ketdi. Shu payt Yuno bir chetda g'alati nurga ko'zi tushdi. U yerda sirli shamol taratayotgan qadimiy o'rama bitik bor edi. Yuno uni ochib ko'rdi. Ichida umuman tushunarsiz hierogliflar. Bundan uning sehrli kitobi titrab ketdi va bitikdagi yozuvlar nur sochib havoga uchib ketdi. Hamma nima bo'ldi deb qarab qoldi. Qarasalar qo'lidagi qog'oz oppoq bo'lib qolgan. Klaus esa asabiylashib, "Aytdim-ku tegma deb tez joyga qo'y, buzib qo'yding", deb baqirdi. Narigi tomonda esa qushcha Nero Astaning sochini yulib, devordagi g'alati dumaloq taxtachani ko'rsatdi. Klaus Marsning kitobiga qarab, "Bu nima balo? Ikki xil kitobni skotchlab qo'yganga o'xshaydi-ku", deb hayron. Yonida Yunoning 4 yaproqli elita kitobi, narigi tomonda esa Astaning musor chelagidan olingan makulaturasi. Ularning oldida Marsniki unchalik g'alati ko'rinmas ekan. Lekin birdan kitob Klausning qo'lida dir-dir titrab g'oyib bo'ldi. Lukning radari qizarib ketdi. "Qochinglar, dahshat kelyapti", deb baqirdi. Gumburlagan ovoz bilan eshik chilparchin bo'ldi. Qarasalar Mars tirik, yana o'sha bahaybat kristal zirhini kiyib olgan. U ko'z ochib yumguncha Klaus, Luk va Yunoni kristalga qamab qo'ydi. O'yin tugadi bolalar. Klaus shokda. "Qanaqasiga? Men uning sehrini muhrlab qo'ygandim-ku. Qanday qilib bir zumda tuzalib oldi?" deb boshi qotgan. Qarasaki, Mars olov sehri bilan o'zini davolayapti. Bu umuman mumkin emas. Axir tabiat qonuni bor. Olov, shamol, suv, tuproq har kimga bittadan beriladi. Bu yaramas esa cheat ishlatyapti. Klaus darrov fahmladi. Bu olmos qirolligining dahshatli tajribalari mevasi. Ha, to'g'ri topdi. Mars bu olov kuchini bolalikdagi dugonasi Fanadan olgan. O'sha qonli sinovda uni o'ldirishga majbur bo'lgandi. Dahshatli o'tmish. Noelli "Men suv bilan o'chiraman" deb otildi, lekin Mars uni pashshadek uchirib yubordi. Bechora qiz qattiq jarohatlandi. Buni ko'rgan Asta Hulk rejimida otildi. "Sen meni o'rtog'imga tegdingmi?" deb katta qilichini sudrab tashlandi. Lekin Mars endi ahmoq emas. U Astaning qilichi sehrini kesishni bilib oldi. Shuning uchun u o'ta tezkor pichoqlar bilan hujumga o'tdi. Asta ularni qaytaraman deb terlab ketdi bechora. Oxiri Mars uni gurs etib devordagi oltin taxtachiga urib yubordi. Astaning do'stlari uchun jon kuydirishi Marsga eski xotiralarni eslatib yubordi. U yana o'sha eski qo'shig'ini boshladi. "Kuchlilar yashaydi, kuchsizlar o'ladi". Marsning ko'zi Mimozaga tushdi. U jon jahdi bilan Noellini davolayotgandi. Boshqalar esa kristal qafasda tipirchilayapti. Mimoza vaqt yetmay qolishdan qo'rqib, o'zining eng kuchli koronka usulini ishga soldi. Malika shifo libosi. U Noellini o'simliklardan yasalgan zirh va qanotlari bilan o'rab oldi. Ahvol juda og'irda. Eslasangiz, bolaligida Mimoza juda to'rmiz qiz edi. Har yiqilganda Noelli uni turg'izardi. Endi esa ulg'ayib, Mimozaning shifo sehri shunaqa zo'r bo'ldiki, hamma unga Doktor Hausdek qaraydigan bo'ldi. Lekin Noellichi tengdosh bo'lsa ham hamma uni qora qo'y deb kamsitar edi. Sababi esa oddiy, u kuchini jilovlay olmaydi. Nishonga ham tekkiza olmaydi. Hamma uning ustidan kulib, "Sen qirollik oilasining sharmandasisan" deydi. Faqat Mimoza biladi, Noelli tinmay mashq qiladi, ter to'kadi. Mimoza o'ziga aytdi, "Agar men uning o'rnida bo'lganimda allaqachon qo'l siltab ketardim. Aslzodalar uchun mashq qilish bu uyat. Go'yoki faqat iste'dodsizlar mashq qiladi." Lekin Mimoza Noellining matonatiga tan berdi. Shu payt Mars nishonni aynan shu qizlarga qaratdi. Marsning falsafasi o'zgarmagan. Kuchlilar yashaydi, kuchsizlar o'ladi. Tamom. Klaus va boshqalar qafasda. Qizlarni himoya qila olmaydi. Chorasiz. Asta ko'zni ochib qarasa, qizlar xavf ostida. U o'rnidan turib yugurdi. Lekin anavi shlaka blokdek og'ir qilichi bilan Marsning tezkor sehriga yetib olish qiyindi. Mars xuddi xameleon kabi taktikasini o'zgartirib tashlayapti. Asta nima qilishni bilmay turganda, qushcha Nero uchib kelib qilichning sopiga qo'ndi. Bu ishora. Mars esa bolalikdagi dugonasi uni o'ldirmoqchi bo'lganini eslab, battar quturib ketdi. Mars Mimozaga pichoqlarni yog'dirdi, tamom bo'ldi deb turgandik. Va shu payt Asta paydo bo'lib, qo'lidagi yangi kichkina qilichi bilan hammasini shart-shart kesib tashladi. Marsning ko'zlari kosasidan chiqib ketay dedi. "Bu qilich qayerdan paydo bo'ldi?" Asta esa "Senga hisobot berishim shartmi?" degandek indamay tashlandi va Marsning yelkasini chirt etib kesib tashladi. Lekin bu yaramas. Mars darrov olov sehri bilan o'zini remont qilib, Astani uloqtirib yubordi. Asta o'yladi, bu cheater-ku. Urganim sari tuzalib ketaversa, qanday yutaman?" Ikkalanib turganda Noelli baqirdi. "Hoy Asta, sen men tan olgan yagona insonsan. Tezroq buni yanchib tashla, uyatga qolma." Noellining gapi Astaga doping bo'ldi shekilli. Qilichi birdan ko'k rangda porlab ketdi. Mars esa "Yo'qol ko'zimdan, men anavi ojiz qizni o'ldirishim kerak", deb o'shqirdi. Asta esa "Orzungni suvga ayt", dedi-da, afsonaviy do'stlik kuchini ishga solib, uzoqdan turib Marsning kristal zirhini chilparchin qilib tashladi. Hamma shokda. Qanaqasiga? Asta sehrsiz-ku. Qanday qilib suv sehri bilan hujum qildi? Luk darrov fahmladi. Bu bola Noellining sehrini arendaga olibdi-ku. Demak, yangi qilichning siri shunday ekanda. Lekin g'alaba nashidasini surishga ulgurmadi. Asta qarasaki, qorniga kattakon kristal bolaga sochilib yotibdi. Asta og'zidan qon purkab, gurs etib yerga yiqildi. Ahvoli juda
juda og'ir Noelli baqirdi. Mimoza, meni qo'y, Aslani qutqar, men yaxshiman. Mimoza yugurib keldi, lekin qo'rquvdi. Jarohat juda chuqur, mening batareykam esa o'tirib qolgan, yetarmikan deb yig'lab yuboray dedi. Hamma asta ko'zingni och, o'lma deb baqirib yotibdi. Shu payt hushidan ketgan Marsning kallasida kino boshlandi. Bolaligi u uyini sog'inib yig'laganda Fana ismli qizaloq kelib